Man Gulzara Astonayeva, Gulzara Hamroqulovna 6 yildan ortiq ish tajribasiga ega oliy toifali pedagog, psixolog, mentor, onasi bilan ishlovchi mutaxassisman. Ayol va pul va ayollik mualliflik kurslarim orqali 1000 nafar insonga, ayollarga oilaviy munosabatlar va moliyaviy muammolarida yordam berib kelyapman. Oilaliman, 3 nafar farzandni onasiman. Juda ham ko'p kurslarda o'qiganman, chet eldagi ustozlarda, o'zimizda eng yaxshi ustozlarni o'qib, har xil sertifikatlarga egaman. Xullas, qisqacha o'zim haqimda ma'lumot shu. Meni taniganlar bo'lsa kerak menimcha. Agar tanimaganlar bo'lsa, qisqacha o'zimni tushuntirib o'tdim. Kechagi darsda hozir so'radingiz, kecha nima o'tildi, qisqacha tushuntirib bering, hozir aytib bering deganlar uchun eshiting. Kechagi darsimizda ruhiy charchoq nima, uni sabablari va oqibatlarini o'rgandik. Ayollik energiyasi nima? Bu haqda ham juda ham yaxshi tushunchalar berdim. Ayollik energiyasi nima uchun tushadi? Energiya tushganda qanaqa oqibatlarga olib borish haqida gaplashdik. Ayollik energiyasini qanday qilib balansga keltiramiz? Shu haqida ham gaplashib o'tdik va test berdim. Menimcha testda sizni ayollik energiyasi balansda yoki yo'qligini aniqlab oldik. Undan keyin esa meditatsiya berdim. Oldin sizni holatingizni bilib olishimiz kerak. Siz qanaqa muammo bilan kelganingizni bir so'ramoqchi edim. Oramizda munosabatlardan qiynalgan, uyda janjaldan bosh chiqmayotgan, erini oldida qadrsiz, qaynona qaynopalardan aziyat chekadiganlar, xiyonatga uchragan ayollar bormi? Munosabatlar san'ati, tushunish va tinglashni o'rganamiz. Bu dars kimlar uchun? Yaqinlari bilan tez-tez tushunmovchiliklarga duch keladigan insonlar uchun, o'z fikrlarini to'g'ri ifoda etishni va boshqalarga bu fikrini tushuntirib bera olmaydigan insonlar uchun, oilaviy sovuqchilik, janjal yoki xiyonatdan keyin ishonchni tiklamoqchi bo'lgan insonlar uchun, ruhiy tinchlik va sog'lom muloqot orqali iliq munosabat yaratishni istaganlar uchun. Bugun nimalar haqida gaplashamiz? Atrofdagilar bilan sog'lom muloqot, tushunmovchiliklardan qochish, xiyonatdan keyingi munosabatlarni tiklash sirlari haqida gaplashamiz sizlar bilan. Sog'lom muloqot nima? Sog'lom muloqot tinchlikda, xotirjamlikda, insonlar bilan kelishilgan holda ham suhbat, ham fikr bo'lib gaplashilganda sog'lom muloqot kelib chiqadi. Janjal, stress oqibatida gaplashiladigan muloqot esa bu nosog'lom muloqotga kiradi. Sog'lom muloqotning asosiy qoidalari: hurmat bilan gaplashish, hammani fikrini qadrlash, diqqat bilan tinglash, fikr bildirishdan oldin boshqalarni dildan eshitish, ichki his-tuyg'ularni samimiy gapirish, boshqalarning chegarasini hurmat qilib, shaxsiy fikriga, hissiyotlariga aralashmaslik, tinchlik va xotirjam ovozni balandlatmasdan gaplashish. Bularning hammasi sog'lom muloqotning asosiy qoidalariga kirar ekan. Nega turmush o'rtog'ingiz sizni eshitmaydi? Nima uchun turmush o'rtog'imiz bizni eshitmaydi? Chunki bizda sog'lom muloqot yo'q. Biz sog'lom muloqot qilishni bilmaymiz. Turmush o'rtog'imiz bilan gaplashishni bilmaymiz. Bilasizmi, hozirgi zamonda nima uchun oilalar kelishmovchiliklarga, juda ham ko'p oilalarda kelishmovchiliklar bor. Nega turmush o'rtog'i sizni eshitmaydi? Chunki biz eshitmaymiz, qizajonlar. Biz turmush o'rtog'imizni qachon o'zimiz eshitsak, ular eshitadi. Hech e'tibor berganmisiz? Turmush o'rtoqqa qilingan tanqid, doim uni tanqid qilib gapirsangiz yoki negativ tarafini gapirsangiz, u eshitmaydi hech qachon. Agar siz turmush o'rtog'ingizni yaxshi tarafini aytib turib, keyin uni o'sha qilayotgan xatolarni, sizga yoqmaydigan tarafini aytsangizgina turmush o'rtog'ingiz albatta eshitadi. Bizni eshitmaydi deymiz, u keyin eshitmaydi. Mana shu tanqidlardan keyin albatta eshitmaydi. Xohlaysizmi yo'qmi, turmush o'rtog'ingiz sizni hech qachon eshitmaydi. Lekin unga aytilgan eng chiroyli so'zlarni, eng motivatsion so'zlarni, eng u energiya beradigan so'zlarni turmush o'rtog'ingiz albatta eshitadi. Turmush o'rtog'ingiz uyga kelganda qanday gaplar bilan kutib olasiz? Qanday gaplar bilan kutib olasiz? Qizlar, sizlar turmush o'rtog'ingizni qanaqa kutib olasiz? Buni qonun qoidasi bor o'zini. Agar siz shuni bilmasangiz, bu haqda qisqacha gapirib o'taman. Turmush o'rtog'ingizni uyga kelganda bizda bitta odat bor. Har doimgi ko'rinishda chiqamiz. O'sha eski kiyim,
o'zimizga qaramagan holat ularni ko'ziga tushdimi, bo'ldi, ular sizdan qaytadi. Ular siz bilan muloqot qilgisi kelmaydi. Chunki siz ularni energiyasini o'g'irlaysiz. Unday insonlar turmush o'rtog'ingiz ko'chadan qanaqa chiroyli holatlarni ko'rib kelyapti, qanchadan qancha chiroyli chehralarni ko'rib kelib, uyga kelganda o'ziga qaramagan, u sochlari to'zib yotgan, kiyimi bir ahvolda ayolni ko'rgandan keyin har qanday erkak albatta sizdan uzoqlashadi. Xohlaysizmi yo'qmi? Muloqot qilishni xohlamaydi, o'tirib suhbat qilishni xohlamaydi, sizni eshitishni xohlamaydi. Endi turmush o'rtog'ini qanaqa kutib olishni keyingi yo'lini ko'rsataman, keyingi etapini aytmoqchiman. Siz misol uchun hozir biz turmush o'rtog'imiz eshikdan kirib kelsa, biz assalomu alaykum, yaxshimisiz deyishni ham bilmaymiz. Keldingizmi, bo'ldi. Borib yo oshxonaga ishingizni qilasiz yoki bolalar bilan yana o'ralashib ketasiz. Unaqa emas, turmush o'rtog'iga e'tibor kerak. Siz keldimi, eshikdan yaxshi kutib olib, assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi, yaxshi charchamadingizmi deb unga yaxshi ovqatlantirib, qornini to'yg'izib, ana undan keyin siz muammolaringizni aytsangiz, turmush o'rtog'ingiz sizni yaxshi eshitadi. Yo'q, biz uni o'rniga turmush o'rtog'imiz eshikdan kirib kelgani bilan srazu bugun bolalaringiz meni charchatdi, bugun uyda u yo'q edi, bu yo'q edi, o'zingizni muammolaringiz bilan bo'lib ketasiz. Unaqangi muomala bo'lgan joydan turmush o'rtoq albatta eshitmaydi-da. Hech qaysi inson eshitmaydi. Siz eshikdan kirib kelganda unga kayfiyat berish o'rniga u o'zi ishdan charchab kelyapti. Siz yana unga bunaqa gaplarni gapirib aytganingizdan keyin turmush o'rtog'i sizni xohlaysizmi yo'qmi eshitmaydi. Nega kech keldingiz? Mana qarang, mana bu slaydda shu savollarga mana shunaqa gaplarni tasdig'i bor ekan. Nega kech keldingiz? Qayerda edingiz? Bolalar boshimni og'ritib yubordi, ro'zg'ordan charchadim. Kimlar bilansiz? Erkak kishini nazorat qilish hech qachon erkakka yoqmaydi. Siz xohlaysizmi yo'qmi erkak kishini nazorat qilsangiz, biling uni qo'ldan boy berasiz. Qancha nazorat qilingan erkak sizdan qochadi. Xo'p, bilasizmi, bizni ko'pchiligimizda men kuchli. Turmush o'rtog'imizni kutib olgimiz kelmaydi. Nima uchun? Turmush o'rtog'imizga chiroyli gapirgimiz kelmaydi, chiroyli munosabatda bo'lgimiz kelmaydi. Sababi chunki bizda menimiz ko'p. Nima uchun men turmush o'rtog'imga yaxshi gapirishim kerak? Nima uchun turmush o'rtog'im u menga yaxshi gapirmaydi, men unga shirin gapirishim kerak deganlar ham bor oramizda. Mana kommentariyangizdan ma'lum. Shunaqa insonlar yozishadi. Nima uchun men mehr berishim kerak? Nima uchun men e'tibor berishim kerak? Nima uchun men berishim kerak? Demak, siz kibringizni yenga olmadingizmi? Siz meningizni ustun qo'ydingizmi? Bo'ldi. Erkak kishi, uni aytdim, hozir aytdim, biladi bu narsani. Sizni aytishingiz, og'zingizdan chiqishi, so'zlashingiz kerak emas. Ular hamma narsani aql bilan hal qiladi. Aql bilan o'ylaydi ular. Shuning uchun meningizni yengan holda, menni orqaga qo'yib, o'zingizni boringizcha ochishingiz kerak erkak kishiga. Ana o'sha kerak erkakka. U sizdan oti dunyo misol uchun ko'p narsa so'ramaydi. Sizdan pul talab qilmaydi, boshqa qilmaydi. Unga faqat bitta beradigan mehringiz, o'sha munosabatingiz samimiy bo'lib chiqsa, haqiqiy ayollik energiyasi bilan bo'lib berilsa, shu mehr, e'tibor, erkak kishi bu narsani anglaydi, tushunadi. Mana shu biz menimizni yenga olmaganimiz uchun ham turmush o'rtog'imizdan doim talab qilib yashaymiz. Menga mehr ber, e'tibor ber, menga qara, menga pul ber, menga u ber, menga bu ber. Lekin bir o'ylab ko'rmaymizki, oldin biza berishimizni qarsak ikki qo'ldan chiqadi. Hech o'ylab ko'rganmisiz bitta qarsakga javob qaytganini? Yo'q, chiqmaydi. Siz oldin berishingiz kerak, undan keyin samimiy munosabat. Siz erkak kishidan nima kutsangiz, oldin o'sha narsani birinchi o'zingiz berishingiz kerak. Agar yo'q, men nima uchun birinchi beraman? U menga qarasin, menga u e'tibor bersin, menga sovg'alar bersin, menga shirin gapirsin, menga yaxshi muloqot qilsin. Bo'ldi, siz meningizni qo'yib oldingizmi? Bo'ldi, erkak kishidan yaxshi gapni, yaxshi munosabatni umuman kutmang. Foydasi ham yo'q. Mana shu menimiz uchun bizning munosabatimiz buziladi. Bizning kibrimiz, menimiz, ayollik energiyasini yo'qligi oiladagi munosabatlarning buzilishiga sababchi bo'lyapti hozirgi kunda. Meniki bo'lsin, hamma narsani o'zingizniki bo'lishini xohlaysiz. Hammasi uyda doim sizniki bo'lishini, sizni aytganingiz joy-joyida bo'lishini xohlaysiz. Doim o'zingizniki hamma narsa. Hamma mehr, e'tibor sizga, sevgi, munosabat sizga. U kelganda onasi, misol uchun qaynona bilan yashaydiganlar bor, u onasiga salom berishga ham haqqi bor. U ona katta qilgan, ona shu yoshgacha yetkazib, yetuk shaxs qilib sizga berib qo'ydi. Onasiga borib bitta chiroyli gapirini gapirsa, shunaqa ayollarimiz bor, qovog'ini osib o'tiradi. Jahli chiqib o'tiradi. Onasiga borib yaxshi gapirdi, menga chiroyli muomala qilmaydi degan ayollarni bilaman men. Shunaqa joyi ham bo'lgan.
U nima degani? Ona u yetuk shaxs qildi. Nahotki u onasiga borib shu shirin so'zlarni aytishga haqqi bo'lmasa. Mana shunaqa qizg'anchiqlik emas. Doim meniki bo'lsin, e'tibor meniki bo'lsin, so'zi meniki, sevgisi meniki bo'lsin dedingizmi? Bo'ldi, sizdan erkak qochadi. Xohlaysizmi, yo'qmi? Xuddi shunaqa holat yuzaga keladi. Meni aytganim bo'ladi. To'g'ri. Doim siz aytganingiz bo'lishi kerak. Menga bo'lsin, meni kuchlida, xullas ayollarda juda ham meni kuchli. Erni qanday kutib olish kerak? Erni aslida qanday kutib olishni hozir endi o'rgataman mana shu etapda. Xo'p, shuncha voqea bo'ldi. Siz oldin qanaqa kutib olgansiz, uni men bilmayman. Endi erni kutib olish haqida qisqacha sizga tushuntirib beraman. Erni eshikdan, misol uchun ishdan charchab keldimi, bo'ldi, u ko'chaga birpasga chiqadimi, kuni bo'yi ketadimi, 8 soatga chiqadimi, qanchaga chiqib ketsa ham erni ayblovlarsiz kutib oling. Eshikdan kelgandan har doim kech kelasiz. Qayerda edingiz? Kimlar bilansiz? Nega kech keldingiz? Men sizni shu paytgacha kutib o'tiribman. Siz meni umuman o'ylamaysiz, bolalaringizni o'ylamaysiz, faqat o'zingiz haqingizni o'ylaysiz, bizni umuman o'ylamaysiz. U shuncha payt ishga kimni deb ishladi? Kimni deb halol rizq topib kelyapti oilasiga? Bir o'ylab ko'ring. Hech shu narsalarni o'ylamay javob beramiz, o'ylamay gapiramiz. Siz doim kech kelasiz, doim aybladikmi? Biling, u sizdan qochishni boshlaydi. Kech kelsangiz, unga to'g'ri tushuntirish kerak. Dadasi, siz kech kelishingizni menga oldindan aytib qo'ysangiz, iltimos. Shunaqa paytlarda men sizdan xavotir olaman desangiz, turmush o'rtog'ingiz chiroyli tushunadi. Nega kech kelasiz, telefon qilib, bezovta qilib, qayerdasiz, shu paytgacha kelmadingiz deb gapirgandan ko'ra, kech kelgan paytda turmush o'rtog'ingiz, kech kelsangiz sizdan xavotir olaman. Iltimos, shunaqa paytlar ogohlantirib qo'ying deb bir og'iz bitta tajriba qilib ko'ringlar. Mana shu so'zni juda ham zo'r ishlaydi. Shunaqangi turmush o'rtog'ingiz sizga shunaqa boshqacha qaraydiki, senga nima bo'ldi? Tinchlikmi deb so'raydi. Bu juda ham ishlaydigan texnikalardan biri. Xo'p, tinglash bu jim turish emas, bu tushunishga harakat qilish. Kimdir sizga dardini aytayotganda darrov unga maslahat berishga shoshilmang. Xo'p, tinglash bu jim turish emas. Misol uchun kimdir sizga dardini, misol turmush o'rtog'i sizga dardini aytayaptimi, uni jon quloqlaringiz bilan tinglashga harakat qiling. Uni siz qachon eshitsangiz, turmush o'rtog'ingiz yana sizga misol o'rtoqlari bilan bir ishini muhokama qilmaydi-da, sizni oldingizga keladi. Chunki siz u bilan hamsuhbat, uni har bitta ishida poddeshka qiladigan ayol, energiya beradigan ayolga aylangansiz. Uni siz ishonchiga kirgansiz. U erkak sizga ishonadi. Xohlaysizmi, yo'qmi? Siz bilan suhbatlashadi. O'zini kundalik qilayotgan ishini ham kelib sizga xohlaysizmi, yo'qmi, o'zi aytadigan bo'lib qoladi. Siz bir marta erkak kishini eshitib ko'ring. Biz aynan mana shu xatomizni deb erkaklarni o'zimizdan qochiramiz va sog'lom muloqot yuzaga kelmaydi oilada. Xullas, erkak kishini eshitishimiz kerak ekan. U gapirganda doim biz eshitishimiz kerak. Eshitganda, misol uchun bitta fikrini aytdimi, biz doim shunaqa odatimiz bor, to'g'rimi? Yo'q, unaqa emas, mana bunaqa bo'ladi. Bunaqa qilsak yaxshi bo'ladi. Xullas, yana meningizni qo'yib olasiz-da. U bo'ladi, bu bo'ladi, baribir o'sha meningizni qo'yib olasiz. Chunki sizni aytganingiz oilada bo'lishi kerak. Sizniki bo'lishi kerak, uniki emas. Chunki siz doim o'zingizni haq deb bilasiz. Erkak kishini doim uni qo'lidan kelmaydigan, erkak kishini eplolmaydigan inson sifatida ko'rasiz. Shuning uchun birinchi turmush o'rtog'ingiz bir gap aytdimi, birinchi uni tinglang. Ana undan keyin fikringizni bildiring. Bo'ldi, o'sha fikri erkak kishini sizga qilayotgan ishi yoqmadimi? U aytdi, mana shunaqa qilaman deb aytgandan keyin to'g'ri, tushunaman. Lekin mana bunaqa usulni qilib ko'rsak, qanaqa bo'ladi deb o'zingizni xohishingizni bildirsangiz, ayol kishi agar mana shunaqa gapirsa, turmush o'rtoq albatta uni so'zini ham, o'zini ham qadrlab, so'ziga amal qilishga harakat qiladi. Sizni so'zingizni inobatga olishga harakat qiladi. Shunchaki mensimasdan, sen nimani ham bilarding deb qo'lini siltamasdan, ha, to'g'ri aytyapti deb sizga yana keyingi maslahatlarni ham sizdan so'rab ish qiladigan, siz bilan xullas o'tirib suhbat qiladigan bo'lib qoladi. Er-xotin kelishmovchilik paytida muammoni hal qilmay jim bo'lib qolishi noto'g'ri.
er xotin kelishmovchilik paytida bir-biri bilan gaplasha olmasligi bu bizning katta xatoyimiz. Bilasizmi, bizda o'zbekchiligimizda xuddi mana shu yo'qda. Bizga shu narsa o'rgatilmagan. Chunki bola ota-onasini hayotida shu narsani ko'rmagan. Ota-ona o'tirib gaplasha olmagan. Bolalar doim urush janjal bilan katta bo'lgan, doim saniki maniki bo'lgan oilada bola shunaqa muhitda katta bo'ldimi, u ham shu oila mustaqil hayotga kirgandan keyin xuddi shu ota-onani yo'lini olib ketishga harakat qiladi. Nima qiladi? U ham xotiniga xuddi shunaqa muomala qiladi, u ham oilasiga xuddi shunaqa muomala qiladi, xuddi shunaqa etapda olib ketadi. Xullas, muammoni o'tirib janjal bo'ldimi, o'tirib yetuk shaxs sifatida, ongli inson sifatida gaplashib olishingiz kerak. Bu juda ham zo'r munosabatlarni kelishib olishga juda ham zo'r yordam beradigan usullardan. Er xotin kelishmovchiligini o'tirib, tinchlik bilan, urush janjallarsiz, shovqinlarsiz farzandlarni, bolalarni keyin nariga xonaga chiqarib qo'yib, o'tirib, bemalol ochiqchasiga gaplashib olishingiz kerak. Demak, sizni qaysi hislatingiz yoqmayapti? So'rang turmush o'rtog'ingizdan. Meni sizga qaysi holatim yoqmayapti? Qaysi odatimni o'zgartiray? deyishingiz kerak. Keyin turmush o'rtog'ingizni ham mana shu hislatlaringiz yoqmaydi. Mana shuni o'zgartirib, agar biz birgalikda harakat qilsak tinchlik uchun, albatta biz eplaymiz, bu holatdan chiqib ketamiz deb to'g'ridan to'g'ri ochiq gaplashib olish kerak. Biz qancha ko'p turmush o'rtog'imiz bilan gaplashib olsak, shuncha oilamiz tinch va xotirjam bo'ladi. Lekin bizning o'zbekchilikda bunaqa odat yo'q. Bunaqa odatni siz shakllantirishni boshlashingiz kerak. Xo'p, keyingi slayd. U qanday oqibatlarga olib keladi? Agar inson, ayol va erkak turmush o'rtog'ingiz bilan siz gaplasha olmasangiz, oilada munosabatlar sog'lom munosabatga ega bo'lmasangiz, qanaqa oqibatlarga olib keladi? Bilasizmi? Oilada ishonch yo'qoladi. Bir-biriga ishonmay qo'yadi erkak bilan ayol. Chunki erkak ishonmadimi ayolga, kelib birorta gapini gapirmaydi. Chunki siz eshitmadingiz. Bo'ldi, u siz erkak kishi ishonchini yo'qotdingiz. U sizga boshqa hech qachon gapini aytmaydi. Ishonch yo'qoladi. Bir-birini tushunmaydi. Faqat janjal, urush, mana shunaqa holatda yashayverasiz. Siz qachonki sog'lom muloqotni oilada yo'lga qo'yib olsangiz, ana undan keyin ishonch paydo bo'ladi. Qayta tiklasa bo'ladi. Uzoqlashadi, gaplashmay qo'yadi. Arazlab yuradi. Shunaqa oilalar bor, bilasizlarmi? Bitta turmush o'rtog'ingiz bilan urush qildingizmi yoki bitta kelishmovchilikka bordingizmi, bir xillar bir oylab gaplashmaydigan ayol qizlarni ko'rdim. Bir oylab gaplashmaydi. Hattoki pastelini ham alohida qilib yotadi. Bilasizmi? Turmush o'rtoq bilan er xotinning orasiga shayton aralashsa, uni 40 kungacha barakasi yo'qoladi. Bir kun uyda janjal bo'lgan oilada 40 kun baraka yo'qoladi. Bilasizmi, siz hattoki mana shu urush janjallaringiz bilan farzandlarga ham ta'sir ko'rsatasiz. Farzandlar maktabda ikki olib kelishi mumkin, o'rtoqlari bilan urushib kelishi mumkin, qanaqadir kasal bo'lib qolishi mumkin, tomog'i og'riq, chunki ayta olmaydi. Ota onasiga ayta olmaydi. Oyi, dada, men sizlarni urushlaringni xohlamayman, tinch yashashni xohlayman, yoki dada, meni oyimni urishingizni xohlamayman, tinch yashashingizni, oyimga qo'l ko'tarmang, oyimni urishmang. Mana shu so'zlarni bola ayta olmaganligi sabab bolada tomoq og'rig'i, tomog'ida o'sha paytlar hech kimda kuzatilgan mana shu holat. Bola umuman gripp bo'lib yotib qoladi yoki isitmalaydi. Mana shu oilaviy janjal bo'lgan joyda bolalariga ham shunaqa ta'sir ko'rsatadi. Hech e'tibor bering, chunki biz juda ham ko'p e'tibor bermay o'tib ketamiz bu narsalardan, lekin bir eslab ko'ring, xuddi shunaqa holatlar bo'lgan. Norozilik paydo bo'ladi va janjallarga sabab bo'ladi. Bo'ldi, janjallar davom etaveradi. Siz kelisha olmadingizmi? Turmush o'rtog'ingiz bilan o'tirib gaplasha olmadingizmi? Bo'ldi, uyda sog'lom muloqot yo'q, norozilik paydo bo'lib kelaveradi. Bolalaringiz ham hattoki sizga reaksiya bildiradi. Bilasizmi? Baqiroq bo'lib qoladi bola. Gapingizni umuman quloq solmaydi. Doim injiq bo'ladi. Bitta ishni buyursangiz umuman qilmaydi. Nimaga men qilishim kerak? Bormi shunaqa qizlar? Hayotlaringda mana shunaqa oqibatlarga olib kelyaptimi? Janjal, urush, hattoki qaynonangiz bilan tortishasizmi? Qayni opangiz bilan tortishasizmi? Bo'ldi, uni farqi yo'q. Bola onani energiyasidan biladi, onani qanaqa holatda ekanligini. Bola biladi uyda qanaqa muloqot, qanaqa sog'lom tarbiya borligini, qanaqa o'zgarish borligini u sizni aytishingiz shart emas. O'zi u energiyadan sezib oladi. Uydagi ota-onani настроенияsiga qarab turib, bola bitta ko'rishda o'zi bilib oladi, tushunib oladi.
Xullas, mana shunaqa oqibatlarga olib keladi. Ishonch yo'qolgandan keyin doim ayollar biz poylaymiz, shunaqa odatimiz bor. Telefonini titkilaymiz. Bo'ldi, siz eringizga ishonchingiz qolmadi, telefon titkilaymiz. Kimlar bilan gaplashyapti ekan, nima ish qilyapti ekan, ishidan shuncha kech keldi, nima bo'ldi ekan, bo'ldi, bizani gumonimiz, shubhamiz xiyonatga o'tib ketadi. Xohlaysizmi yo'qmi, biz shubha qilamiz erkak kishidan. Xiyonat qilib yurmadimikan, boshqalar bilan gaplashmadimikan, bo'ldi, mana shunaqa ishonchsizlikka olib bordimi? Bu ishonchsizlik o'z navbatida xiyonat qilishga ham olib boradi. Chunki siz ishonmadingiz erkakka. Unga xiyonat qiladi deb shubha qilib qo'ydingiz. Bittagina shubhamiz hattoki hayotda ishlaydi. Bitta oddiy gap. Alloh taoloning bitta so'zi bor. Men seni gumoningdaman. Siz nimani gumon qildingiz shu yerda? Xiyonat haqida gumon qildingiz, to'g'rimi? Turmush o'rtog'im xiyonat qilib yurganmikan deb uni titkiladingiz, telefonini shubha qildingiz, kech keldi, gumon qildingiz. Turmush o'rtog'im xiyonat qilyaptimikan yoki boshqalar bilan gaplashyaptimikan, u nima qilib yuribdi deb gumoningiz bo'ldi, xiyonatga ketdimi? U xiyonat qiladi. O'sha yo'llarni o'zi izlab topmaydi, o'sha yo'lga o'zi borib qolganini bilmay qoladi. Chunki ayol shuni xohlayapti. Siz shunaqa energiya beryapsiz. Bilasizmi? Hattoki mana shu xiyonat haqida o'ylaysizmi? Qanaqa siz erkakka ishonch bermaysizmi? Erkak haqida yaxshi yomon gumonlaringiz hammasi bu yerda menimcha ayollar jenskiy matka orqali erkak kishiga yuqadi. Bu energiyani jenskiy matka orqali erkak kishiga yuqtirib qo'yasiz. Chunki siz mana shu energiyada bir hafta, bir oy yurdingizmi, bir kun yurdingizmi, uni ta'siri erkak kishiga ham mana shu yo'l orqali ham yuqish ehtimoli bor. Bu gapirilmaydi, juda ham boshqa mavzular bilan berilishi kerak aslida, lekin men sizga bu gapni aytdim, bu sirni aytdim. Xo'p. Keyingi slaydimiz. Muammodan qochish emas, uni gaplashib olish, tushunmovchiliklarni oldini oladi. Muammolardan qochib emas, uni gaplashib olish orqali, yana hozir aytganimdek, gaplashib olish orqali tushunmovchiliklarni oldini olishingiz mumkin. Lekin odamlar vaziyatni to'g'irlash o'rniga doim sababini qidirishadi. To'ppa-to'g'ri. Biz sababini qidiramiz. Nima qilsa ekan, buni sababi nima uchun ekan, biz oilamiz bilan tinch yashamaymiz, turmush o'rtog'imizga chiroyli muomala qilmaymiz, qaynonamiz bilan kelisha olmaymiz, qaynopamiz ko'zimizga yomon ko'rinadi. Nima qilsam ekan, mana shu mani qaynopam uyiga ketar ekan, kelmas ekan, nima qilsam ekan, qaynonam menga chiroyli munosabatda bo'lar ekan, nima qilsam qaynonam meni yaxshi ko'rar ekan deb doim sabab izlaymiz. Doim sababini qidiramiz. Lekin bitta o'zimizni tahlil qilib ko'rmaymiz. Biz qanaqa munosabatda bo'ldik? Ana o'shani o'ylab ko'rmaymiz. Siz hayotingizni bir marta tahlil qilib ko'ring. Sizdagi misol uchun samimiy emasda sizning munosabatingiz qaynonangizga nisbatan. Doim uni oldida yaxshi ko'rinish uchun harakat qilasiz yoki bo'lmasam yaxshi kelin bo'lish uchun harakat qilasiz. Doim ular sizni maqtashini xohlaysiz. To'g'rimi? Shunaqa qiladigan kelinlar bormi? Shunaqa munosabatda bo'ladigan kelinlar bormi? Ha, shunday. Muammodan qochish emas, uni gaplashib olish. Qochgan bilan muammo bizni doim izimizdan quvalaydi. Hech o'ylab ko'ring, siz bo'ldi, turmush o'rtog'im bilan yaxshi munosabat qila olmayapman, bo'ldi, o'zingizga ishonchingiz yo'qmi? Doim yana urushib qolaman, yana gaplashsam, yana bizni o'rtamizda janjal chiqadi. Janjal chiqqandan keyin vaziyat urushgacha boradi, yoki qo'l ko'tarishgacha boradi, yoki bolalarimiz eshitadi deb mana shu erkak bilan gaplasha olmadingizmi? Tushunmovchilikni hal qila olmadingizmi? Foydasi yo'q. 10 kun bo'lsa ham shu muammo bilan yurasiz, 20 kun bo'lsa ham, 1 oy bo'lsa ham, xuddi shu muammo sizni izingizdan quvalab yuraveradi. Muammoni ushlab to'g'ri yuziga qarash, muammodan qochish kerak emas, muammoni joyida hal qilish kerak. Undan qancha qochsangiz, sizni shuncha quvalaydi va sizni tinch qo'ymaydi. Shuning uchun o'tirib, bitta joyda hal qilish kerak. Muammoni nima deydi? Qo'rquvni yuziga tik qarash kerak. Qo'rquvdan qochish emas, qo'rquvni yuziga tik qarasangizgina, hal qila olsangizgina u sizdan ketadi. Biz mana shuni tushunmaganimiz uchun ham qo'rqib gaplashmay yuraveramiz. Yana urush chiqadi, yana kelishmovchiliklar chiqadi, janjal chiqadi deb qochib yuraveramiz. Lekin odamlar vaziyatni to'g'rilash uchun
sabab qidirishadi. Doim sabab izlaymiz. Nima uchun bunaqa bo'ldi ekan? Boshida o'ylab ko'rmaymiz. Chiroyli muomala qilish haqida, o'zimizni energiyamiz haqida, ayolligimizga qarash haqida, jozibamizga qarash haqida o'ylamaymizda. O'sha nima deydi, munosabatlarni tiklash haqida o'ylamaymizda, erkakdan qochib yuraveramiz. Shu erkak bilan nima qilsangiz gaplashmasangizda, o'sha ko'zingizga ko'rinmasada, shu turmush o'rtog'im kelmasa ekan, menga gapirmasa ekan, menga shu yana o'sha sassiq gaplarni aytmasa ekan, qo'pol bo'lsa ham aytaman, o'sha sassiq gaplarni yana eshitmasam ekanman, ey xudo, shu bugun erim betini ko'rmayin deb turgan ayollarimiz bor. Doim farzandingizni orqasiga yashirinasiz, erkakka ayollik qilmaslik uchun. Qo'pol bo'lsa ham aytaman, o'sha pastelda jinsiy munosabatga kirishmaslik uchun doim qochasiz. Bormi shunaqa ayollar? Qochib yurasiz, ochiq oydin aytaman, bor. Hamma qochadi. Xohlaymizmi yo'qmi, ayollar bitta ikkita farzanddan keyin bizda erkakka bo'lgan xohish so'nadi. Nechadir foiz so'nadi. Bu juda menimcha 70-80% ayollarda xuddi shunaqa holat. Bitta ikkitada emas, 80%, 70% ayollarda xuddi mana shu jinsiy munosabatga qiziqish so'nib qoladi. Chunki bitta ikkita farzanddan keyin hammada shunaqa muammo bo'ldimi? Siz turmush o'rtog'ingiz bilan bunaqa munosabatda bo'lmadingizmi? Turmush o'rtoqqa nima kerak? Unga bitta mana shu kerak. Bilasizmi, erkaklar birinchi o'ringa jinsiy munosabatni qo'yib qo'yishadi. Ular uchun ish ham, oila ham ikkinchi, keyingi etapda, keyingi o'ringa turadi. Birinchi o'rinda jinsiy hayot ular uchun qiziq. Ayolni turishi, yurishi, energiyasi qiziq. Siz uni o'sha har doimgi holat bilan kutib olaverdingizmi? Erkak, bugun ham shu holat. Bugun ham bugun gapirmasam ham baribir shu holat. Baribir u gapirganim bilan foydasi yo'q deydi-da, sizdan qochishga harakat qiladi. Sizdan uzoqlashadi. Mana sabab. Keyin yuramiz, turmush o'rtog'imiz xiyonat qilib qo'ygandan keyin, nima uchun turmush o'rtog'im xiyonat qildi ekan? Nima qilsam ekan? Nima ekan buni sababi degan savollar sizda ko'payib ketadi. Faqat biz ayollarga berilgan. O'ylab ko'ring, mana nima uchun biz ham bir paytni o'zida oilani, ham bir paytni o'zida bolani, qaynona, qaynotani ko'nglini olishimiz kerak. 8 ta eshigi biz uchun ochiq-ku. Shuning uchun ham bizga mana shu energiya berilgan. Shuning uchun ham ayol kishini joni 40 ta deyilgan. Bekorga emas. Biz mana shu holatlarni hammasini joy-joyiga qo'yib, o'zimizga ham qarasak bo'ladi, qilsa bo'ladi, qizlar. Dangasalani gapida bu. Dangasalani gapi. Men bolamga qarashim kerak, ishimni qilishim kerak, vaqtim yo'q, ishim ko'p, qaynonam injiq. Qilsa bo'ladi. Kechqurun o'zingiz uchun vaqt ajratib, xonaga kirib, bolalarni uxlatib, mayli kichkina bolangiz bo'lsa ham yoningizga olib, o'zingizga qarab, turmush o'rtog'ini kutib olsa bo'ladimi? Nima uchun shuni qilmaymiz? Erkakka o'ziga qaragan, doim pozitiv energiyada yurgan, ishonchi baland, doim o'zini hurmat qila olgan ayolni oldiga keladi erkak kishi. Doim qovog'ini solib yurgan, norozi, noshukur, doim erkakni tanqid qilgan, o'ziga qaramagan, doim bir xil kiyimda ayollar erkaklarga kerak emas. Siz bitta narsani aytaman. Qachon ichki kiyimingizni almashtirganingizni eslab ko'ring. Doim ichki kiyimda, eski o'sha ichki kiyimingiz o'sha bir yillikda erkak uni har doim biladi qanaqa rangda ekanligini. Bir almashtirish haqida o'ylab ko'rdingizmi? Bilasizmi? Erkak kishi rang-baranglikni yaxshi ko'radi. Erkaklar shunaqa zotki, ular xohlaymizmi yo'qmi, to'g'risini aytaman, erkaklarni juda ko'p foizi ayollarni aynan ichki kiyimiga qiziqishar ekan. Bu ularga yoqar ekan. Tungi kiyim ularga yoqar ekan. Mana erkak kishiga qanaqa yoqish yo'llari bor. Hech o'ylab ko'rdingizmi shu kiyimlarni almashtirish haqida? Kiyimlarni qachon almashtirdilaring? Mana hammasi to'yga, hashamatga, ovozim qanaqa? To'yga, hashamatga deb olib qo'ygan sandig'ingizdagi kiyimlarni qachon chiqarmoqchisiz? Qachon siz boshqalar uchun yaxshi ko'rinishni qo'yib, turmush o'rtog'ingizga e'tibor qaratmoqchisiz? Nima uchun aytildi? Payg'ambarlarimizdan bizga mana shunaqa gaplar yetib keldi-ku, to'g'rimi? Bizga Allohning shunaqa so'zi bor, biz bitta pastelni eplay olmasak, bilasizmi, eng dangasa ayollarning gapi. Men qila olmayman, qo'limdan kelmaydi, menini oldin qo'yib oladi, nima uchun men qilishim kerak, o'zi e'tibor bersin. Sizga nima uchun sovg'a kelmaydi? Nima uchun erkak pul bermaydi? Nima uchun xiyonat qiladi? Nima uchun sizni eshitmaydi?
Hammasini sababi bitta narsa-ku. Bormi shunaqa ayollarimiz? O'ziga e'tibor bermay mehmonlarga olib qo'ygan. Mehmonlar, xo'p, mayli, siz to'y hashamatga bordingiz, atrofdagilar sizga olqishladimi o'sha yaxshi chiroyli kiyimingiz uchun? Bilasizmi? Siz ular uchun hech qachon kiyinmang, hech qachon o'zingizga qaramang. Turmush o'rtog'ingiz uchun qiling. Hamma narsani turmush o'rtog'ingiz qilib beradi. Ko'chadagilar o'sha to'y hashamga borgan insonlar sizga kiyim olib berdimi, ko'ylak olib berdimi yoki sizni oziq-ovqat bilan ta'minladimi? Bir o'ylab ko'ring. Hammasini biz turmush o'rtog'imizga qilishimiz kerak, ularga emas. Shuning uchun aytilgan, turmush o'rtog'ing eshikdan kirib keldimi, uni chiroyli munosabatda, tabassum bilan, chiroyli xushbo'y atir iforlar bilan kutib ol deb nima uchun psixologlar shuncha ko'p gapiramiz? Bekorga emas, hammasini sababi bitta. Keyingi qadamlar. Xiyonat bo'ldi, mana siz yaxshi ayol bo'lib bera olmadingiz, eringizga qara olmadingiz, o'z navbatida unga chiroyli so'zlarni aytib, eringizga xullas ayollik qilib bera olmadingiz. Ayol kishi erkakka energiya bera olmasligi, ayollik qila olmasligi, uni eshitmasligi oqibatida erkak kishi o'ziga loyiq ayolni ayolidan ko'rmasa, o'zi xohlagan ayol timsolini, ayollik energiyasini ayolidan ola olmagandan keyin u xiyonat yo'liga o'tib ketadi. Yoki yaxshigina ichkilikka beriladi, yoki uydan sizni haydaydi, yoki doim uyda urush janjal. Chunki erkak kishi o'zini tan oldirish uchun bir necha usullardan foydalanadi. Mani tan ol deyish uchun u sizga qo'l ko'tarish yo'li bilan o'zini tan oldiradi, yoki xiyonat yo'li bilan sizga o'zini tan oldiradi, yoki bo'lmasa doim haqorat eshitib umringiz o'tib ketadi. Tushundingizmi? Demak, erkakka siz ayollik energiyasini bera olmasangiz, erkak xiyonat yo'liga, ichkilikka beriladi, uydan sizni haydashni boshlaydi. Chunki siz sababi ayollik qilib bera olmadingiz. Endi o'ylab ko'ring, xiyonat kimni deb xiyonat bo'ldi? Bizni kamchiligimiz emasmi? Nima deb o'ylaysiz? Fikrlaringni qoldiringlar. Men shuncha e'tibor beraman, o'zimga qarayman, lekin erim xiyonat qiladi. Lekin bir o'ylab ko'rdingizmi? Balki siz eshitmagandirsiz. Balki sizni tilingiz sal achchiqroqdir. Nima deb o'ylaysiz? Balki siz turmush o'rtog'ingiz bilan ham suhbat bo'lmagandirsiz, energiya bera olmagandirsiz, balki pastelda ayollik qilib bera olmagandirsiz. Qaysi biri bor sizda? Undan keyin turmush o'rtog'imiz nima qiladi? Mana shu muammolar bo'lgandan keyin xiyonat yo'liga o'tib ketadi. Keyin nima qilamiz biz? Yugurib yuramiz. O'zimizga psixolog qidiramiz, yoki qaynotamizga jalba qilamiz, yoki onamizga aytib beramiz. Xullas kimlargadir doston qilamiz. Erim xiyonat qilyapti yoki doimiy telefonini nazorat qilasiz. Erim xiyonat qilyaptimikan? Boyagi bechara xiyonat qilmagan erkakni ham xiyonat qildirib qo'yasiz siz. Mayli, ideal, eringiz ideal. Hamma taraflama sizga hamma narsa qilib beradi. Siz zo'r ayol bo'lib berdingiz. Munosabatlaringiz ham zo'r, ayolligingizni ham zo'r joyga qo'ydingiz. Energiya bilan erkakni kutib oldingiz. Lekin baribir xiyonat qildi erkak kishi. Baribir xiyonat qildi. Nima uchun? Chunki siz gumoningiz bor mana bu yerda. Ishonmaysiz, ishonch yo'q. Sog'lom muloqot bo'lmagan uyda, ishonch bo'lmagan uyda erkakka siz ishonch bera olmadingizmi, ishonmadingizmi? Bo'ldi, u xiyonat qiladi. Xohlaysizmi yo'q, mana shunaqa ideal, zo'r erkakni ham, xiyonat qilmaydigan erkakni ham o'zingiz ha deb siz unga aytaverasiz. Xiyonat qilasiz, siz men bilan emas, boshqa qizlar bilan yurib kelyapsiz deb ko'proq aytavering. Bir kun emas, bir kun o'sha xiyonatni sizga isbotlab berish uchun ham xiyonat qilmasa, ana keyin ko'ravering. Albatta sizga isbotlash uchun ham u xiyonat yo'liga o'tadi. Bo'ldi, o'zing aytding, o'zing pishirgan osh, mana endi ye deydi-da, keyin qarab o'tirasiz. Men o'zim qildim deb ayta olmaysiz hech kimga. O'zim doim erimni xiyonat qilasan, doim aybladim. Mana shunaqa ahvolga olib kelib qo'ygan o'zimman deb ayta olmaysiz hech kimga. Men aytdim hozir, xiyonat qilmagan erkakni ham xiyonat qildiradigan bu o'zingizsiz. Chunki sizdagi gumon albatta ishlaydi. Siz mana bu ongingizga bitta urug' ekdingizmi, bu albatta uzog'i bilan 7 yilda nihol bo'lib o'sib daraxtga aylanadi. Tushundira oldimmi? Siz bitta urug'ni bugun ekdingizmi, Allohning izni bilan bilmaysiz, 1 soniyada u ishlashi mumkin. Siz bilmaysiz, balki 2 yilda ishlashi mumkin. Hech kim hech narsaga garantiya bera olmaydi.
Tushuntira oldimmi? Erkakni xiyonat qilishiga eng katta sababchilardan biri aynan bizni o'zimiz. Men sizni ayblab qo'yish niyatim yo'q. Siz aybdorsiz demoqchi emasman. Bizni mana shu kichkinagina ko'rinmas harakatlarimiz bilan biz mana shu erimizni xiyonat yo'liga olib boradigan sabab ko'rsatib beramiz. Tushundingiz-a? Xiyonatdan keyingi qadamlar. Bilaman, xiyonat bu eng og'ir zarba. Hammani qalbi og'riydi. Hamma alamzada bo'lib yuradi, lekin u nima uchun sodir bo'lganini aniqlashingiz kerak. Xiyonat og'ir zarba, lekin u nima uchun sodir bo'lganini aniqlashimiz, vaziyatga to'g'ri baho bera olganimiz bilan biz o'sha xiyonatdan chiqib ketamiz. O'ylab ko'ring, siz xiyonatga olib borish uchun xuddi men aytgan, hozirgi aytgan narsalarimni qilmadingizmi? Bittasini ham bo'lsa ishlatmadingizmi? Doim siz ideal bo'ldingizmi? Yo'qmi sizda umuman kamchilik? Bor, albatta har bittamizda bitta kamchilik bo'ladi. Misol uchun, eringiz xiyonat qildimi? Qarang o'zingizga. Balki siz o'sha pastelingizni to'g'rilang, ichki kiyimlaringizni ko'paytiring, kutib olish ohangini o'zgartiring. Oldin qo'pol, qo'rs kutib olgan bo'lsangiz, hozir kulib o'zgartirishimiz kerak mana shu narsani. Oldingi holatingizni o'zgartirsangiz, turmush o'rtoq bu yo'ldan qaytadi. Sekin astalik bilan, birdaniga emas. Misol uchun xiyonat qilganiga, misol uchun qanchadir vaqt, misol erkakni xiyonat qilishiga qanchadir vaqt ketgan bo'lsa, xuddi mana shu xiyonatdan chiqarish uchun ham, xiyonatdan bu yoqqa olib o'tish uchun ham, to'g'ri yo'lga olib o'tish uchun ham vaqt kerak, qizlar. Birdaniga natija kutmang. Buni ustida ishlashingiz kerak. Bittada shuncha voqea bo'lib, shuncha hayotingizni yo'lga qo'yib olib, bittada siz yana xiyonatdan chiqaraman deb o'ylamang. Harakat ham qilib o'tirmang, chunki bittada natija bermaydi. Buning uchun o'z ustingizda ishlashingiz kerak. O'zingiz tahlil qilib, hayotingizni o'rganib chiqing. Qayerda xato qildingiz, qayerda kamchiligingiz bor, hammasini to'ldiring. Sekin-sekin etap to'ldirishni o'rganing. Erkak xiyonat qilishni birinchi sabablaridan biri, bilasizmi, bunga xiyonat, agar eringiz ideal erkak bo'lsa, yana bitta sabablardan biri bor ekan, bolalikdagi ota-onasidan ololmagan ishonchi orqali. Doim uni bolaligida onasini mehri yetishmaganidan kelib chiqadigan muammolari yoki otasini yoki yaqinlari unga ishonch bera olmagani uchun. Sen erkak emassan, seni qo'lingdan kelmaydi, sen qiz bolasan. Bor-ku, men o'zim misol uchun meni ukam xuddi shunaqa o'zimiz ayblaganmiz. Bizga tushuntirmagan birov. Ukangga u gapni gapirma deyilmagan. Agar shu gapni gapirganda biz ham bu xatoni qilmagan bo'lardik. Bor, sen qiz bolasan, qizlarga o'xshaysan, qiz bolaga o'xshab gapirasan. Mana shunaqa tanqidlar bolaligidan eshitib keladi-da. Ular o'sha ota-onasiga, o'g'il bola ota-onasiga bu narsani isbotlab berish uchun men erkakman, men erkakligimni ko'rsataman deb ham erkak kishi xiyonat yo'liga o'tib ketar ekan. Bu keyingi sabablardan biri. Ikkinchi sababi, erkakligini tan olmaydi ayol kishi. Umuman kim atrofida bo'lsa, erkakligini tan olmadimi erkak kishini? Bo'ldi, u tan oldirishga o'tib ketadi. Hozir aytganimdek, bir nechta usullari bor. Yoki sizni urib tan oldiradi, qo'l ko'tarib tan oldiradi, yoki sizni doimiy haqoratlar bilan tan oldiradi. Meni tan ol, men erkak kishiman, men erkakman deyishi uchun u og'zaki aytish shart emas, ichidagi, qalbidagi bola, qalbidagi erkaklik energiyasi shunaqa energiyani chiqaradi yuzaga. Meni tan ol deyish uchun yoki sizga qo'pol munosabatda bo'ladi, doimiy tanqidlar tagida yashaysiz, yoki sizga xiyonat qiladi, yoki sizga qo'l ko'tarib o'zini tan oldiradi. Tushundingiz-a? Keyingi, erkaklar uylangandan keyin nimaga xiyonat qilishadi? Uylan, xo'p, mayli. Bu ota-onasining oldida u ishonch ola olmadi. Doim uni erkakligi meni doim bosqilab sindirib kelishdi. Ota-onasi, jamiyat, maktabdagilar xo'p bolani menini sindirdi. Uni erkakligini yerga urdi, yer bilan bitta qildi. Bo'ldi, u erkakligini tan oldirish uchun oilasiga, ota-onasiga mana shu erkakligini tan oldirish uchun shu yo'llarga o'tdi. Uylangandan keyingi sabablari esa xuddi men hozir aytib o'tganimdek, ayol kishi energiya birinchi bo'lib energiya bera olmaysiz, ayollik qila olmaysiz, xushmuomala kutib ola olmaysiz, ishonmaysiz erkak kishiga. U uchun shirin so'zlaringiz yo'q sizni. Doim nolishdasiz. Bo'ldi, demak, sizni eringiz xiyonat yo'liga o'tadi. Chunki ayol o'zidan qoniqmaydi.
Bilasizmi, ayol kishida ham ayblov bo'ladi. Ayol ichidan erim xiyonat qilyapti, erim menga qaramayapti, erim menga umuman qaramaydi, bizda jinsiy munosabat yo'q, bizda oilaviy eshitish yo'q, bir-birimiz bilan gaplashmaymiz. Nima uchun bilasizmi? Chunki sizni ichingizda ayblov bor. Kecha men darsda shu gapni aytganman. O'zingizni doim ayblab yashaysiz. Men semizman, meni qornim chiqqan, meni buksam semiz, meni oyog'im semiz yoki men chiroyli ayol emasman, men erimga yaxshi qara olmayman dedingizmi? Bo'ldi, ayol sizni energiyangizni sezadi. Bo'ldi, sizga erkak kishi ayblov qo'yadi. Sen semizsan, sen qo'polsan, sen xo'p deyishni bilmaysan, sen menga ayollik qila olmaysan degan ayblovlar bilan doim ayblanib yashaysiz. Bilasizmi? Siz o'zingizni ayblaganingiz uchun ham xuddi erkak kishi mana shularni ko'rsatib beradi. Sen semizsan, sen xunuksan, mana shunaqa holatlarni aytadi. Aytadimi? Ayblaydimi? Mana. O'zbekchilikda bilasizmi, ayollarga oilaga tayyorlov yo'q-da. Ayollar energiya nima bilmaydi umuman. Qanaqa qilib erkak kishini kutib olish kerak, qanaqa munosabatda bo'lish kerak tushunmaydi bu narsani. Shuning uchun ham aynan o'zbekchiligimizda mana shu bu yaxshi uyat bo'ladi. Sen unaqa gapirma, bunaqa gapirma, qiz bolaga o'xsha, qo'pol bo'lma deb yoshligidan bola ayblanib keldimi, u keyin erkakka energiya bera olmaydi. Doim o'zini ayblab yashaydi. Chunki u bolaligida sen qiz bolasan, unday bo'lma, qiz bola og'irroq bo'lishi kerak, qiz bola ko'p kulmaydi, qiz bolaga mumkin emas. Ko'chadagi qizlarga o'xshama. Ko'chadagi qizlarga o'xshab shallaqi bo'lma deb oiladagi muhit, ota-ona, doim atrofdagilar bolani ayblab keladi, qizlarni ayblab keladi. Juda ko'p ota-onalarda bunday tanqidlar. Buni oqibatida qiz bola turmushga chiqqandan keyin aynan ayol erkakka energiya bera olmaydi. U doim chunki o'zini ayblaydi. Doim u tanqid ostida yashaydi. Men ozg'inman, semizman, men xullas shunaqa tanqidlar bilan katta bo'ladi. Ko'rdingizmi, bolalikdagi holatingiz, qanaqa bloklaringiz katta bo'lgandagi hayotingizga, yetuk shaxs bo'lganda, oila qurganingizda qanaqa ta'sir qilishini. Erkaklarga faqat chiroyli qomat emas. Xo'p. Erkaklarga faqat chiroyli qomat kerak emas. Ayollik energiyasi kerak. Siz o'ylaysiz, bo'ldi, men ideal bo'ldim, o'zimga qaraganman, meni qayerim xunuk, qayerimni energiyam oshirishim kerak, zo'rman-ku, chiroyliman-ku, hammasi joyida-ku deb o'ylashingiz mumkin. Lekin erkakka ayollik fitratini ko'rsatib bera olmasangiz, ayollik energiyasini bera olmasangiz, umuman xuddi mehribon, samimiy bo'lib bera olmasangiz, erkak sizni faqatgina go'zalligingiz bilan to'yinmaydi. Erkakka ayolni go'zalligi, to'g'ri, erkaklar go'zalligiga qaraydi, bunga juda ham katta e'tibor beradi, lekin uni ichki dunyosiga ham, qat'iyatligiga ham, shijoatiga ham, ayol o'ziga ishonchiga ham, ayolni ishonchiga ham e'tibor beradi. Shu narsaga ham e'tibor bering o'zingiz ham. Erkaklar nazarida ayollarni 10 ballik sistemada baholashsa ular, qarang qanaqa baholashar ekan erkak kishi. Uy ishlarini mehnat qilib qilasiz, hayotingiz, yumushlaringiz, uy yumushlaringiz, bolalaringiz tarbiyasi atigi 1 ballga teng qilar ekan erkak kishi. 9 ballini esa ayolligiga, ya'ni yoqimli hid, undan iforlar kelib turishiga, uni erkalanishi, erkakka erkalanishi, jozibadorligini ko'rsatishiga, ishonch bera olishiga, erkakka ishonch bera olishiga juda katta ahamiyat berar ekan. Demak, sizga erkak kishini uy ishlari, bolalarga qanaqa qaraysiz, uyni qanaqa tutasiz, yumushlarini qanaqa tutasiz, unga vahshiy qizig'i yo'q. Unga eng glavnisi ayollik jozibasi, ayollik ifori u ufurib turgan, ishonchi o'ziga baland ayollarni ko'proq ular xohlar ekan. Tushuntira oldimmi? Menimcha hamma yaxshi tushunyapti. Aniq, oson, oddiy tilda tushuntiryapman. Agar men o'zimni tilimda tushuntirsam, sizlar tushunmay qolishlaring mumkin. Shuning uchun oddiy tilda tushuntirib beryapman. Menimcha oson tilda. Erkaklar o'zidan baxt taratadigan, sevgi, emotsiya berib turadigan ayollarni sevadi. Ularga xuddi mana shunaqa ayollar yoqadi. Siz eringiz xohlagandek ayol bo'lsangiz, agar sizni doim himoya qiladi. U qaynotangiz sizni urushib tursa ham, sizga qo'pol munosabatda bo'lsa ham, bo'ldi, eringiz doim sizni podдержка qilib turadi. Siz xohlagan hayotni sizga yaratib beradi. Sizga sovg'alar o'z-o'zidan kelishni boshlaydi. Agar siz jozibali, o'zidan baxt taratadigan, sevgi, emotsiya bera oladigan ayol bo'lsangizgina, sizga erkak kishi
doim sovg'alar bilan keladi. Hech ham quruq kelmaydi. Hech bo'lmasa bitta shikolat bo'lsa ham olib keladi. Shikolat bera olmasa, chiroyli gaplarni gapiradi. Chunki siz unga energiya berdingiz. Chunki u kuni bo'yi sizni energiyangiz bilan ishida ish qildi. Kuni bo'yi sizni energiyangiz doim uni shijoat bilan ishlashga undadi. Tushundingiz-a? Doim sizdan erkak kishi mehr e'tiborini ayamaydi agar siz xuddi shunday ayol bo'lsangiz. Xo'p, xiyonat bo'ldi. Undan keyingi birinchi qadam nima? Nima deb o'ylaysiz? Birinchi qadam xiyonat bo'ldi, mayli. Undan keyingi qadam nima? O'zingizni tinchlantirishingiz kerak. Jahl ustida hech qachon emotsiya bilan javob bermang. Misol kimdir ajrashaman, ketaman deb bolalarini ham, tugunini ham olib ota-onasinikiga ketib qoladi emotsiyada. Jahl chiqqan o'sha agressiv holatida tezda hech qachon qaror chiqarmang. Oldin o'tiring, o'ylab ko'ring, to'g'rimi? Qayerda xato bo'ldi? Nimada kelishmovchilik bo'ldi? Nimani to'g'rilasak balki o'zgarar? Hech bo'lmasa mana shu ikkita bola uchun harakat qiling. Chiroyli oilamni 10 yil, 8 yil mehnat qilib shu darajaga olib kelgan oilamni men osongina kimnidir qo'liga berib qo'yamanmi deb o'ylab o'tirib, katta inson sifatida, yetuk shaxs sifatida o'ylab ko'ring. Mana shundan keyin agar siz tayyor bo'lsangiz, qaroringizni chiqarishingiz mumkin. Lekin ungacha jahl ustida hech qachon qaror qabul qilmang. Ketib qolmang yoki bo'lmasam turmush o'rtog'ingizni ayblamang. Janjal ko'tarmang. Oldin o'tirib tahlil qiling. Tahlil qiling, siz qayerda xato qilganingizni o'ylab ko'ring. Balki siz eringizni boyib ketishdan, agar erkak kishi xiyonat qilsa yoki sizga eringiz e'tibor bermasa, balki siz eringizga shubha bilan qaragandirsiz, boya aytdim. Balki siz doim eringizni gumon qilgansiz, ayblagansiz. Bir kun baribir xiyonat qiladi deb bu joylarni aytib o'tdim. Chunki inson nimadan qo'rqsa, o'sha narsani yaratadi. Mana eng zo'r joyga keldik. Boya aytdim. Siz boyagi ideal erkakni ham, ideal qaynonani ham yaxshi qaynonami u, yaxshi ermi u, bo'ldi. Yomon deyirdingizmi? Yoki sizga yomon qaynona bo'lib beradi, yoki sizga yomon er rolini o'ynab beradi. Chunki siz ongingizga yomon rolini ekdingiz. Alloh nima degandi boshida aytgandim? Yaxshi gumonda bo'lgin. Allohim har bitta gumoningizni erishtirmasdan qo'ymaydi. Har bitta orzu ushaluvchi. Shuning uchun to'g'ri gumonda bo'ling, to'g'ri shubha qiling. Qaynonam yaxshi. Meni qaynonam eng mehribon ayol. Mayli u yomonligini bilib turasiz. Qaynonangiz yomon munosabatda sizga. Lekin bir paytlar sizga yaxshilik qilgan-ku, sizga ishonib shu uyga olib kelgan-ku, sizga ishonib o'zini o'g'lini berdi-ku, to'g'rimi? Uni ham yaxshi jihatlari bor. Bitta tahlil qilib ko'ring. O'sha yaxshi jihatlariga ham bir marta bo'lsa ham nazar soling. Doim o'sha yaxshi jihatlarni qancha ko'p eslayversangiz, qancha ko'p aytilaverdimi, tilga olinaversa, qancha gapirilaversa, qaynona yaxshi yo'lga o'tadi. Sizga yaxshi obrazda ko'rinishni boshlaydi. Er ham xuddi shunaqa obrazga o'tadi. Hammasini kechirgan holda hayotingizga yangi sahifa oching. Albatta, kechirgan yaxshi. Farzandlar uchun ham, o'zimiz uchun ham kechirishimiz kerak. Agar kechira olmasak, biz doim nafratda, g'azab, alam o'tida yonib yuraveramiz. Nima qilishimizni bilmaymiz. Biz mana shunaqa g'azab, nafrat, alam bilan yondikmi, bo'ldi, qo'yib yubora olmadikmi o'sha xiyonatini. Biz o'zimizga ziyon bergan bo'lamiz. Erkakka emas, erkak bilmaydi sizni mana shu ichingizda nimalar yonib yotganingizni, alam qilib yotganingizni umuman sezmaydi. Erkak umuman his qilmaydi sizni. Qaynonangiz ham his qilmaydi sizni shunaqa holatda ekanligingizni. Tushundingiz-a? Avvalambor o'zingizni seving. O'ziga g'amxo'rlik qilgan, o'zini sevgan ayolni hamisha erkak qadrlaydi. Doimo uni e'zozlaydi. Bilasizmi? Meni oldimga xuddi mana shu o'ziga ishonchi past, doim erdan xiyonat ko'rgan, qaynonasi bilan umuman munosabati yaxshi emas ayollar juda ham kelgan. Xiyonat og'riq, lekin u sizni kuchliroq qiladi. Yana ham hayotingizni yaxshiroq o'zgartirishlar kiritib, shu xatoni qilmaslikka sizga tushuncha bo'ladi. Shu tushuntirish uchun, Alloh o'z yo'liga qaytarish uchun xuddi sizga mana shu sinovlar qayta tushunishingiz uchun, oilani saqlab, yana ham uni mustahkam qilishingiz uchun aynan mana shunaqangi sinovlarni Allohim qayta kuchliroq etapda jo'nataveradi. Bitta sinov jo'natadi, oddiyroq qilib, siz unga tushunmadingizmi, undan-da kattarog'ini beradi. Yana unga tushunmadingizmi, undan-da kattaroq sinov beradi. Nima uchun? Mana shu sinovlarning hammasini sababi Alloh aytmoqchiki, meni yo'limga qayt bandam,
shaytonni vasvasalariga uchma, erkak kishini ayblama. Ya'ni erkak kishi bilasizmi, yarim pirga tenglashtirilgan. Kim shu gapni eshitgan? Erkak yarim pir degan gapni eshitganmisiz? Erkak kishi nima uchun yarim pirga tenglashtirilgan? Chunki u ko'chaga chiqsa, uydagi janjallari ham, ayoldagi arazlagan holatlari ham esidan chiqib ketadi. Shuning uchun ham tez esdan chiqaruvchi inson bo'lgani uchun ham, gina araz saqlab yurmagani uchun ham mana shu yarim pirga tenglashtirilgan. Demak, biz bugungi darsimizdan ko'rib chiqqan narsalarimiz bugun darsimizdan nimalarni ko'rib chiqdik? Sog'lom muloqotning asosiy qoidalarini ko'rib chiqdik. Erni qanday qilib kutib olish nimalarini o'rgatdim sizlarga, etaplarini. Tinglash san'atini ham ko'rib chiqdik. Muammodan qanday qochish, muammodan qochish emas, uni gaplashish orqali hal qilishni o'rgandik. Xiyonat nima uchun sodir bo'lishini ham tushundingiz. Erkak xiyonat qilishning sabablari. Erkaklarga faqat chiroyli qomat emas, xiyonatdan so'ng birinchi o'rinda tinchlanib olish kerakligini, undan keyin qaror chiqarish kerakligini tushunib oldingiz menimcha. Qayerda xato qilganlaringizni tahlil qilishingiz kerak ekanligini ham ko'rib chiqdik. Sizga bergan shu vaqt oralig'idagi bilimlar, shuni hali bilasizmi? Shuncha sizga ilm berdim, bu dengizdan bir tomchi. Bilasizmi? Bundan keyingi qanaqa dahshat sizga bomba natija beradigan ilmlar berishim mumkin. 1 soat ichida siz qancha anglash oldingiz? Bir tasavvur qilib ko'ring. Qanchadan qancha bilimlar turibdi hali. Qanchadan qancha sizni natijaga olib chiqadigan, hayotingizni tiklaydigan qanchadan qancha hali ilmlar bor. Agar siz mana shu etapni men bilan birgalikda bosib o'tmoqchi bo'lsangiz, o'z ustingizda ishlab, xuddi mana shu ayollarga o'xshab siz ham mana shunaqangi natijalarga chiqmoqchi bo'lsangiz, men bilan birgalikda davom etishingiz mumkin. Men sizni aynan mana shu holatdan bemalol mana shu natijaga olib chiqadigan holatga olib kelishim mumkin. Hali juda ham ko'p ma'lumotlar, bomba natija beradigan ma'lumotlar bor, lekin men sizlarga buni hammasini berishga ulgurmayman. Vaqtimiz chegaralangan. Men bergan bilimlardan ham albatta foyda olasiz. Ertangi mavzumizda qizlar, bugunnikidan ham undan ham bomba natija olasiz. Mana shu bepul darslarni ham ko'rib dahshat natijaga chiqqanlar bor. Ertangi darsimizda nimalar ko'rib chiqiladi? Qanday qilib o'zini topish va ichki xotirjamlikka erishish? O'tgan og'riqlarni kechirish, ichki xotirjamlikni topish, o'zingizga bo'lgan ishonchni qaytarish, ruhan yengil bo'lish. Qizlar, yana ogohlantiraman, hali darsimiz tugamadi. Yana 1 kunlik darsimiz bor. Bu darsdan ham siz juda ham zo'r natija olishingiz mumkin. Bemalol kirib, o'z savollaringizga javob olib kirib chiqasiz. Qanday qilib o'zini topish, ichki xotirjamlikka erishish, qanaqa qilib tinchlanishni o'rganasiz. O'tgan og'riqlarni qanday qilib qo'yib yuborishni, nafratni, alam, g'azablarni qanaqa qilib qo'yib yuborishni o'rganasiz. Ichki xotirjamlikni topasiz. O'zingizga bo'lgan ishonchni qaytarishni o'rganasiz. Ruhan yengil bo'lishni o'rganasiz. Ertangi bomba darsimiz hali oldinda. Hali qizlarga dars tugamadi. Erta undan ham zo'r dars bo'ladi. Savollarni yo'llaymiz qizlar. Shu bilan dars. Ertangida mavzumiz bu. Qizlar, darsni tugatamiz. Ertaga kiringlar, juda ham zo'r dars bo'ladi. Ertaga 20:00 da ertangi darsda sizni kutib qolaman. Bugungi darsda men bilan bo'lib, men bilan ham suhbat bo'lganingiz uchun sizga katta rahmat aytaman. Ertangi darsda ko'rishguncha qizlarjonlar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Hammaga xayrli kech.